haj mavsumiga ham, ibodatiga ham juda oz vaqtlar qoldi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hajji mabrur qilgan hojilarimizni ibodatini Alloh taolo qabul qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, hajji mabrurning mukofoti faqatgina jannatdir. Hajji mabrur bo'lishligi uchun quyidagi narsalarga amal qilish kerak. Insonda ixlos bo'lishi kerak, halol mol bilan haj qilishligi kerak, gunohlardan saqlanish kerak. Haji sunnatga muvofiq bo'lishlik kerak, ko'p zikr duolar qilishlik kerak, yaxshi xulqli bo'lishlik kerak. Hajdan keyin o'zgarishligi kerak. Hasan Basriydan so'ralganki, mal hajjul mabrur faqala an ta'uda zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Hajji mabrur nima deganda o'sha aytdilarki, hajji mabrur bu insonni hajdan dunyoga nisbatan zohid, oxiratga esa rag'batli holda qaytish.